xalq bilan prezident orasida ko'prik mustahkam. Juda katta mehr ko'prigi bor, ishonch ko'prigi bor. Odamlar bizdan bugundan ham ko'p natija kutyapti. Hamma tizim, butun jamoamiz bilan Namangan xalqiga xizmat qilishimiz kerak. Namanganlik tadbirkorlar kichik sanoat zonasini har bir gektar joyida yiliga 8 milliard so'mlik mahsulot yaratyapti. Hududlarda ko'rgan ijobiy o'zgarishlar, yangi ishga tushgan korxonalar bilan tanishib, yana bir marta amin bo'ldimki, biz Namanganda to'g'ri yo'l tanlaganmiz. Yangi O'zbekistonda barcha islohotlar inson qadri uchun degan tamoyil asosida amalga oshirilmoqda. Men borgan dala xarajati 60% kamaygan. Fermer aytayapti, janob prezident, kelgusi yil hammasini shu usulda ekamanman deyapti. Men nima uchun texnologiya, ilm deyman? Hamma sir ilmda. Gullarga qara, atrofga qara, mana biz maqtanib Namanganda chiroyli Namangan gullar shahri qilyapmiz berchi. Bilasizlarmi, bundaqa joylarimiz bizga yarashmaydi, barakamiz ketadi. Bugundan boshlab mahalla o'zgaradi, mahallaning atrofi ham o'zgaradi. Yangi Namangan mahallasi. Norin daryosi ustidan o'tayotgan 480 metr uzunlikdagi yangi ko'prik quryapmiz. Uychi orqali Uchqo'rg'on va Norin tumanlari markaziga yetib borish 20-25 kilometrga, Norindan Baliqchiga 40 kilometrga qisqaradi. Qaradaryo ustidan o'tgan 63 yil oldin qurilgan Namangan Andijon viloyatlarini bog'lovchi 180 metrlik eski ko'prikni rekonstruksiya qilishni boshladi. Namangan xalqi uzoq yillardan buyon kutayotgan mana shu ikkita ko'prik kelgusi yil ishga tushirilishi zarur va shart. Siz tufayli biz bugun maktabdamiz. Paxta daladan boshqa hech bo'lani ko'rmasdik-ku biz. İmkoniyatlar, sharoitlar yana bitta 73 yoshi ko'rishga hozir meni chorlayapti. Ilohi ko'ring. Odam o'zini qachon baxtli deydi. Menga mana shunday katta mukofot bergansizlar, ishonch. Bizni kuchimizga kuch, g'ayratimizga g'ayrat qo'shilib, biz yosharib ketyapmiz-da prezident. Bitta mahallaga respublikaning 4 milliard pulini kirib kelishi. Bu qachon bo'lgan? 3 ta mahallani obod qilish uchun sizning mahallangizga qo'shimcha 5 milliard pul berib beraman. Rahmat. O'zbekiston ortga qaytmas islohotlar yo'lidan qat'iy borib, kambag'allikni qisqartirish borasida ham barqaror rivojlanish maqsadlarini to'liq bajarishga harakat qiladi. Bugungi anjuman barchamiz uchun sermahsul va foydali muloqot maydoniga aylanadi deb ishonaman. Nega biz O'zbekistonni Markaziy Osiyoda kambag'allikni qisqartirish bo'yicha yetakchi deb hisoblaymiz? Chunki mamlakatingizda bu borada maqsadli va tizimli ish olib borilmoqda. Janob prezident, sizning ma'ruzangiz bizga kambag'allikni qisqartirish yo'lida qanday harakat qilishimiz lozimligi bo'yicha o'ziga xos saboq, mahorat darsi bo'ldi. O'zbekiston tajribasiga e'tiboringizni qaratmoqchiman.
Oxirgi yillarda mamlakat kambag'allik darajasini 23% dan 6,8% gacha tushirishga muvaffaq bo'ldi. Bu esa sohadagi kompleks ishlarning yorqin natijasidir. Muhtaram prezidentning nutqini tinglar ekanman, O'zbekistonda kechayotgan o'zgarishlarning ko'lami ko'z o'ngimda aniq va ravshan namoyon bo'ldi. Kambag'allikni qisqartirish bo'yicha O'zbekistonning Markaziy Osiyodagi muvaffaqiyatlari nafaqat mintaqa, balki Osiyo taraqqiyot banki faoliyatiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bu yerda so'z bilan amaliy harakat bir-biriga mushtarak. Bu yerda inson kapitaliga alohida e'tibor qaratilmoqda. Namanganlik tekstilchilar brend bilan ishlash bo'yicha respublikada chempion desak, bu adolatli gap.